Ketdik mana. Tomchida yonyapti. Mana Sabon aka bilan shu narsani ixtiro qildik. Bunga bir tok kerak emas. Samotok o'zini manosi bilan yonadi mana. Havoni qarang, havoni. Ovozini Tindishgan. Mana buni turbachadan moy keladi, mana moy. Mana moy tomchilayapti mana. Buni rashtil bak buni. İchiga moy quyiladi. Tagidan tomchilatib oqaveradi o'zi. Bu yerdan keyin mana yonadi. Mana buni tortadigan. Yana mayda teshib qo'ygan mana havo kirish uchun. Yana ko'ryapsizlarmi? Zo'r bo'lgan. Gugurt donasini qo'ysang yonadigan bo'lib ketgan hozir bor issiqligiga. Yonadi uni. Tutyapti o'sha. Qaranglar, ana. Ana. Yonishini ko'ryapsizlarmi? Tomchini ko'rsak, tomchini. Xo'sh. Teshiklari nechta shunda bor ekan? 1 2 3 ta, 4 ta, 6 ta. 6 ta teshik bor mana shu turbada. 6 tarafi yopiq. 6 taraflari yopiq. Pastki tarafi ham yopiq profildagi. Mana dimoxot, mana dimoxotda mana tutun chiqyapti o'zi. Buning ichida moy. Atrobotga. Unda tomchilab oqadi. To'xtadi. Keladi. Uni ochiladi. To'xtadi. Uni to'xtadimi? Ochib ko'rsak. Mana. O'ziniki. Bular. Bunday yaxshi narsa ekan, yasab qo'yish kerak ekan. Mashina bitta yasab qo'ysalang. Ertaga ishlatib bo'ladi. O pastdan techish kerak emasmi? Buni profildan eng tagidagi profil bor.